Assalomu alaykum. Rikolikka jamoasini kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Xo'p, taroqli karnizimizni 30lik varianti, 16lik variantlarini tayyorlagan edik. Mana taroqlari. Mana shu holatda har xil razmerda quyib tayyorlab chiqarib beraman. Bu hozir 30lik razmerdagisi. Mana taroqlarning orasini yamash shart emas, hammasi chiroyli holatda, xudo xolasa. Bunisi bo'lsa 16 razmerdagisi. Bu ham shunaqa holatda qo'yib ketilaveradi. Xohlagan razmerda katta kichik qilib tayyorlab beramiz.